avtomobillari. Bu murojaatimiz millat xavfsizligiga, X millat xavfsizligiga boshlanadi. Millat xavfsizligi hozir tugatildi degani millat huquqlari, manfaatlari tugatildi degan emas deb o'ylayman. Bu shaxsan meni fikrim. Qarang, bu boylarga ochiq eshiklar nega xalqqa yopiq? Mana savol meni qiynayapti. Lekin millat hech qachon hech bir shohona davrda, hech bir hukmronlik davrida xalq qiynalmagan, chunki uni ilmi, sabr-toqati u hukmdorlikdan balandroq, yuksakroq deb o'ylayman. Lekin ko'z ochiqchasiga bunday xalqni ezish nima keragi bor? Mana qarang, boylarga ochiq eshiklar, kambag'allarga yo'q.